Yo, soat necha bo'ldi ekan? Futbol boshlanishi kerak edi. Yo, futbol boshlanishiga qolibdi. Stop. Barchalarga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Krafmama bugungi videoligimizda biz men futbol ko'rishim kerak edi. El Clasico. Sizlarga kim yoqadi? Ko'proq Real Madrid bo'lsa kanalga obuna bo'lamiz. Barcelona yoqsa videoga like bosamiz. Hozir o'sha El Clasico bo'lishi kerak edi. Men El Clasico'larni juda ham yaxshi ko'raman. Hozir televizorda yoqib ko'ramiz birgalikda. Sekinliklar televizor yoqsam. Yangiliklarga o'tsak. 13-chi, 14-chi, 15-chi, 16-chi qishloqlarga katta bomba tushib. Yo'q, obunachilar, bu odam nimalar deyapti bizga? Qishloq 13dan 16-chi qishloqqacha bomba portlaydi deyaptimi? Vata, endi zombilardan qutuldik. Endi nima qilamiz? Endi nima qilsak bo'lar ekan obunachilar? Endi tayyorlanamiz, bunker quramiz. Hozir merga ogohlantirib qo'yib, mer, qayda ekan mer? Bu yerda yo'q. Sizlar kanalga obuna, videoga like bosib qo'yinglar. Sababi bir obunachiga erishishimiz uchun sizlar do'stlar qo'shib qolinglar. Aytgancha bugun mer hamda qishloqlar shaharga ketishganda endi o'zim qishloqni qutqarishimga to'g'ri kelar ekan. Endi nima qilaman? Endi bunker quramiz. Endi obunachilar o'zimizga erish qolib ketibdi. Endi o'zimiz bunker qurib jonimizni saqlab qolishga harakat qilamiz. Biz endi kreativ sotib olishimiz kerak. Hozir do'kondan sotib olaman, keyin videoda yoqaman. Yaqinlashib qoldik. Mana bolalar kreativ sotib oldik biz. Mana kreativ sotib oldik. Endi biz o'zimizga bunker qurishimiz kerak. Bunkerni mustahkam qilib qurib, ana qishloqlar ham kelibdi. Qishloqlar. Ha. Bugun kechqurun tunda qishlog'imizga bomba tushar ekan. Yo'q, davulchi, faqat biz qishlog'imizga kulfatlar yog'ilyapti. Bilmadim men ham. Shunaqa deyishdi axborotlarda. Voy. Qishloqlar, endi nima qilamiz? Ey qishloqlar. Nima aytgancha hammamiz tayyorlanishimiz kerak. Bugun kechqurun tunda bomba tushar ekan qishlog'imizga. Nashitel aytgandaqa qilish. Men hozir bunker quraman. Ha, bunker qur. Uzungacha mashta turib turamiz. Bo'ldi hozir. Men o'zim bunker quraman. Biz mayda bunker qursa bo'ladi. Katta bor. Ya'ni obsidian blokdan quramizda bunkerni. Buni qurib quramiz. Mana bizlar kichkina bo'lsa biz qurib qo'ydik. Bu yerda pastdan tushib, bu yerda mana ovqatlar, endi mana shu yerda birpas tursa bo'ladi. Endi bayga hamma qishloqlar chaqirib chiqaman. Chaqirib chiqilgandan keyin videoda yoqaman. Oz vaqt qoldi, mana qishloqlardan chaqirib chiqdik. Biroz vaqtdan keyin portlaydi. Soatga ko'ringchi. Hozir 5 minutdan keyin bomba portlar ekan qishloqlar. Sizlar tayyormisizlar? Tayyormiz. Umid qilamanki bizga hech narsa bo'lmaydi. Men ham umid qilib qolaman, chunki bundaqa bunkerimiz bor bizda. Bo'ldi shekilli. Qattiq ovoz eshitildi. Sizlarga ham eshitildimi? Qattiq portlagan ovoz eshitildi. Qani sekin chiqib ko'raylik. Ko'raman, men chiqmay turasizlar. Buni joyi qattiq ovozlar eshitildi. Yorqin tushgandi.
Yo-mayor, qishlog'imizga nima bo'ldi? Qishlog'imizga nima bo'ldi? Yo-mayor. Obunachilar ko'rdinglar, mana qishlog'imizga shunchalik bombalar tushdi. Videomiz yoqqan bo'lsa videomga like bosib kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar, sababi biz 1000 ta obunachiga erishishimiz kerak. Videomiz tugadi.